Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari va kanalda birinchi bor kelib mehmon bo'lib turganlar. Tinchmisizlar, sog'-omonmisizlar? Hammalaringga Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Qurbon hayiti hammalaringga muborak bo'lsin do'stlar. Aka-uka, opa-singillar. Hammalaringda nimaiki o'ylagan ezgu niyatlaring bo'lsa, Alloh taolo ziyodasi bilan yetkazsin. Do'stlar, akalar, opa-singillar, bu video ilon baliq haqida bo'ladi. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun esa yangiliklarni ulashib boramiz inshaalloh. Yangiliklarimiz bor, kuzatib tursangiz video davomida aytib o'tib ketamiz. Uy sharoitida kimda kim ilon baliq boqmoqchi bo'lsa, bu video albatta o'shanday insonlar uchun ko'rsangiz oxirigacha inshaalloh bir manfaatli bo'ladigan umiddaman. Hovuzimizda uzunligi uy sharoitida qilganmiz. Ko'rib turibsizlar, ikkita daraxtning orasi. Ana ilon baliq chiqdi. Chiqib ketdi bo'ldi. Ikkita daraxt orasi 4 metr, uzunligi eniga 35 metr. Bu yerda inkubatsiya desa ham bo'ladi. Qanday desam bo'ladi, shuni baliqlarni shunga ikra qo'yadi-da inshaalloh. Hozir biz 20 dona oshiq baliq olib kelganmiz, 22 dona. Birinchi partiya 12 dona, ikkinchi partiya 11 dona, 23 top kelganmiz ekan. Birinchi partiyamizda 10 tasi o'ldi akalar. 10 tasi o'ldi, shundan ikkitasi qolgan bo'lsa, 13 dona balig'imiz mashq hovuzda qolgan. 6 ta erkak, 7 ta urg'ochi bo'lami? 7 ta urg'ochi qolgan. Yettita urg'ochi qolgan akalar. Eng katta yangiligimiz, biz eskidan kuzatib bor ekan bolalarcha, kuzatuvchilarimiz uchun baliqlar o'lganini ko'rgan, kasallanganini ko'rgan obunachilarimiz uchun xursandchilik xabar. Hayitlik bo'ldi bizga. Hammaga hayitlik bo'ladi, xudo xolasa. Ko'ringlar. Sekin ochamiz. Yaqinlashtirishga harakat qilaman. Baliqlarimiz ikra qo'ydi. Xudo xolasa pul tayda qoldik. Pul bosib qoladi endi, xudo xolasa. Hazil. Ilon baliq chiqdi, hozir ko'rsataman akalar. Suv betiga chiqdi mana. Sharpasi ko'rinyapti. 2 kilo oshiqroq. Xullas shu akalar, opa-singillar. Baliqlarimiz ikra tashlabdi. Ko'rganim yo'q edi. Hozir aynalib ko'chani aylanib boradigan joylarga borib, shunday kelsam ancha xursand bo'ldim. Kayfiyatim ko'tarib, sizlarga ham bir ulashay, ilinay deb video tayyorlab turdim. Hozir yana mehmon kelib qoldi. Kimda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoning tagiga yozinglar. Alohida video qilaman, javob berishga harakat qilaman akalar. Bu necha kunda ochib chiqdi, nima bilan katta bo'ladi, hammasini endi bitta imkoni boricha yangilik bo'ladimi, o'rganish bo'lami, izlanish bo'lami, sizlar uchun qo'yishga harakat qilib boraman. Kanaldan uzoqlashmanglar, obuna bo'lib kuzatib tursanglar. Albatta bitta miridan sirigacha, ikir-chikirigacha nima bo'lyapti, nima yo'q, hammasini yoritib boraman akalar. Sog' bo'lasizlar, salomatli bo'lasizlar. Qurbon hayiti hammalaringga yana bir bor muborak bo'lsin. Ana hozir chiqib qolgan. Mana baliq. Mana shu ilon baliq bo'ladi. Ilon baliq qanaqa baliq deydiganlar uchun. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshilik kunlarda ko'rishguncha.